O'zbekiston 2030 strategiyasi mamlakatimizni o'rta va uzoq muddatga mo'ljallangan rivojlantirishini belgilab beradigan asosiy dasturiy hujjat hisoblanadi. U yangi O'zbekistonni barpo etishga qaratilgan islohotlarning o'sha umumiy yo'nalishi, ustuvor maqsadlari va amaliy mexanizmlarni o'zida mujassam etgan mukammal hujjat hisoblanadi. Va so'nggi yillarda mamlakatimizda shu ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyot, davlat boshqaruvi, inson huquqlarini ta'minlash, umuman fuqarolik jamiyatini rivojlantirish borasida albatta salmoqli natijalarga erishildi va bunda alohida ta'kidlash lozimki, albatta O'zbekiston 2030 strategiyasi muhim manba va tamal toshi bo'lib xizmat qildi. Alohida ta'kidlashimiz lozimki, o'sha jamiyat hayoti va global jarayonlar doimiy ravishda yangilanib bormoqda. Yangi o'sha iqtisodiy sharoitlar, texnologik o'zgarishlar va xalqaro o'sha maydondagi dinamika davlat siyosati oldiga yangidan yangi vazifalarni qo'ymoqda. Shu bois ham O'zbekiston 2030 strategiyasini o'sha mavjud real sharoit, aholi ehtiyojlari hamda o'sha zamon talablaridan kelib chiqqan holda takomillashtirish zarurati o'z-o'zidan albatta yuzaga kelmoqda. Va shu jarayonda ta'kidlash lozimki, takomillashayotgan strategiyaning o'sha markazida davlat rahbari tomonidan ilgari surilgan va alohida belgilab berilgan asosiy g'oya bu o'sha xalq davlat idoralariga emas, davlat idoralari o'sha xalqimizga xizmat qilishi kerak degan tamoyil turibdi va yangi o'sha tahrirdagi strategiya ushbu g'oyani amaliy mazmun bilan boyitib, o'sha mamlakat rivojlanishini yanada samarali natijaga yo'naltirilgan va hisobdor tizim asosida davom ettirishni ko'zlamoqda. Strategiyani takomillashtirish jarayonida uning doirasida albatta erishilgan natijalar chuqur tahlil qilinib, mavjud muammolar ham inobatga olinayotganligini ta'kidlashimiz joizdir. Shu bilan birga maqsadlarga erishishni aniq o'lchash imkonini beruvchi samaradorlik ko'rsatkichlari ham qayta ko'rib chiqilmoqda. Va o'sha har bir aniq maqsad uchun mas'ul davlat organi belgilanib, zarur moliyaviy manbalar ham ochiq ko'rsatilishi albatta keyinchalik bu strategiyani ijrosida javobgarlik va hisobdorlikni kuchaytirishiga xizmat qiladi deb ishonamiz. Undan tashqari yana bir muhim jihat strategiyaning yana bir alohida qayd etishimiz kerak, buni har bir fuqaro uchun tushunarli va hayotiy bo'lishiga alohida e'tibor qaratilmoqda va o'sha takomillashayotgan O'zbekiston 2030 strategiyasi shunday shakllantirilmoqdaki, har bir inson o'sha undan o'z hayoti, oilasi va farzandlari kelajagi uchun qanday amaliy foyda borligini ko'ra olsin. Ya'ni o'sha strategiya umumiy shiorlar emas, balkim o'sha kundalik hayotda seziladigan aniq o'zgarishlar manbai bo'lishi lozim va bundan mana shu maqsadlar qilingan. Undan tashqari strategiyada belgilangan o'sha o'rta muddatli maqsadlarning samaradorlik ko'rsatkichlari yangi iqtisodiy, ijtimoiy va texnologik chaqiriqlarga mos ravishda yangilanayotganligi va mana shu maqsad qilinganligini ham ta'kidlashimiz lozim. Shuningdek, ijro ham muhim albatta. Shuning uchun ham o'sha ijroni monitoring qilish tizimini to'liq raqamlashtirish orqali shaffoflikni ta'minlash, qaror qabul qilishda aniq ma'lumotlarga tayanish va jamoatchilik o'sha nazoratini kuchaytirish ham mana shu jarayonda aniq ko'zlanmoqda. Bundan tashqari soha, tarmoq va o'sha hududlarni rivojlantirish bo'yicha qabul qilinayotgan o'sha barcha strategik hujjatlarni ham aynan o'sha muhim hujjat bo'lgan O'zbekiston 2030 strategiyasi bilan o'sha uyg'unlashtirishga ham alohida e'tibor berilmoqda. Shu bois ham mana rejada keyinchalik mana shu hujjatlarni ham yangi tahrirda qabul qilish va aynan mana shu O'zbekiston 2030 strategiyasiga muvofiqlashtirish masalasi turibdi va ta'kidlash lozimki, bu albatta o'sha davlat siyosatining yaxlitligi va o'sha natijaviyligini ta'minlashga xizmat qilishi lozim. Eng muhim prinsipial jihatlardan biri albatta strategiyaning xalq bilan maslahatlashuv asosida takomillashtirilishidir. Chunki mazkur talabni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti yaqindagina o'sha parlamentga hamda O'zbekiston xalqiga yo'llagan murojaatlarda mana shu talabni qo'ydilar va loyiha
shu bois ham mana jamoatchilik muhokamasiga hozir qo'yilganligini alohida ta'kidlashimiz lozim. Bundan maqsad albatta aholi, ekspertlar va o'sha fuqarolik jamiyati institutlarining o'sha takliflarini inobatga olgan holda uni yanada o'sha xalqchiligini ta'minlash va fikrimizcha albatta o'sha jamoatchilik fikrini o'zida aks ettirgan hujjatgina albatta hayotiy va samarali bo'lishi mumkin. Xulosa qilib aytganda, O'zbekiston 2030 strategiyasining o'sha takomillashtirilishi bu mavjud islohotlarni chuqurlashtirish, zamon talablariga moslashtirish va ularning xalq hayotidagi o'sha amaliy samarasini oshirishga qaratilgan izchil jarayondir. Eng muhimi, ushbu strategiya avvalo xalqimiz farovonligiga xizmat qiladigan umummilliy taraqqiyot dasturi sifatida shakllantirilmoqda.